G'alati maxluq bo'kini moslashtirish. Hozir qadar eng yaxshi bo'lgan alvos yuz bo'ldi-ku bu. Buni qo'shganda hozir qadar qancha xil alvos yuz bo'ldi? Jami 5 xil bo'ldi. Yangi rekord bo'ldi. Vah! Alvos yuzni sanash bak qiziqarlikka. Boyq alvos yuz hozir qadar bo'lganlarning ichidagi eng yaxshisi. Chaqiraq ekran doim uni qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ovoz. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lib o'tibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika atrofida suyak paydo bo'ldi. Oy! Hadi g'alati maxluq xonim ekan. Yaxshimisiz? Hadi xonimning yasagan g'alati maxluq bo'ki 5 chiroyli. Men g'alati maxluq bo'kini yaxshi ko'raman. G'alati maxluq bo'kini kaysa bak qiziqarlik bo'ladi. Men g'alati maxluq bo'kini yaxshi ko'raman. Bir xaridor 3 g'alati maxluq bo'kini zakaz qilgan edi. U bugun kelib ilib ketmoqchi. Biroq men bo'kni bitirib olamadim. Bizning yordamimiz kerakmi? Shundaq, menga yordam qilinglar. Men bu bo'klarni bezisam bo'ladi, lekin qanday qilsam ularni beziy olmadim. Bo'ladi. Oddiy g'alati maxluq xonimi, ta'xir qilib turing. G'alati maxluq matematika atrofidaglar hozirda yaningizga boradi. Rahmat sizlarga. Biz oddiy g'alati maxluq xonimga bo'kni bezishiga yordam beraylik. Biz g'alati maxluq matematika bilimida foydalanib hal qila olamiz. Shundoq, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atrofiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindigingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamlik vaqt keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, moslashtirish. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Moslashtirish. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganda andinligin. Ma'qul. Men doim unutib qoladi ekanman. Biz g'alati maxluq bo'kini bezgili boraylik. Hadi g'alati maxluq xonim, tinchlikmi? Sizga qanday yordamimiz kerak? Bular bo'lsa sizlarga degan bo'klar shu. Ular bek chiroyli ekan. Maqtiqninglarga rahmat. Biroq bu bo'klar tex bitmadi. Men bu qo'ng'iroq g'alati maxluqlarni esib qo'ysam bo'ladi. Biroq men doim ularni esib qo'ysam, sakrab tushib oldi. Men qanday qilishimni bilmay qoldim. Biz balkim sizga qo'ng'iroq g'alati maxluqni esib bera olishimiz mumkin. Men qilay. Qaranglar, bir dona bo'k putib bo'ldi. Tangrim, sizlar mening degan gapimni tushunmadinglarmi? Men bu bo'klarni teqib bitirib bo'lamagan to'sam. Meningcha biz bir yerni to'g'ri qilmagandek qilamiz. Nemishqa qo'ng'iroq g'alati maxluqi bo'kda turmaydi. Raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Ko'pchilik tayyorlanibdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 Moslashtirish. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. 2 dona quyruq shipang'ishtirgan g'alati maxluq o'yin o'ynamoqchi. Bugun har bir g'alati maxluq aql tish o'yinchiqiga ehtiyojli. 2 g'alati maxluqqa 2 tal aql tish o'yinchiqi dal moslashdi. Vah! 4 dona quyruq shipang'ishtirgan g'alati maxluq o'yin o'ynamoqchi. Bugun har bir g'alati maxluq aql tish o'yinchiqiga ehtiyojli. 4 g'alati maxluqqa 4 tal aql tish o'yinchiqi dal moslashdi. Yaxshi. 6 dona quyruq shipang'ishtirgan g'alati maxluq o'yinchiq o'ynamoqchi. Bugun har bir g'alati maxluq aql tishi o'yinchiqqa ehtiyojli. 6 g'alati maxluqqa 4 tal aql tishi o'yinchiqi berildi. Bu bek oz bo'lib qoldi. Bo'ldi. 6 g'alati maxluqqa 6 tal aql tishi o'yinchiqi berildi. Dal mos keldi. Tushundinglarmi? Rahmat sana ko'rsachish ekrani. Meningcha matematik ko'rsachish ekrani bizga har bir bo'klardagi g'alati maxluq ma'lum topchisi bilan qo'ng'iroq g'alati maxluqning soni mos kelishi kerakligini demakchi o'xshaydi. Ya'ni bu bo'klarni bezash uchun oldi bilan biz bo'kdagi g'alati maxluq ma'lum topchisi sonini bilib olgandan keyin, ondan o'xshash sondagi qo'ng'iroq g'alati maxluqni esib, ularning sonini moslashtirishimiz kerak ekan. G'alati maxluq matematika atrofidaglar. Biz matematika bilimini Bu bo'kda 1 2 2 tal g'alati maxluq ma'lum topchisi bor ekan. Undaqda biz 2 tal qo'ng'iroq g'alati maxluqni elib moslashtiraylik. Mana say.
ikki tal g'alati maxluq mamuq topchisi bilan ikki tal qo'ng'iroq g'alati maxluqi. Ha, dal mos keldi. Sizlar bak qoldingizlar. Oh, rahmat sizlarga g'alati maxluq atirdilar. Bir bekni bezab bo'ldik. Yana ikki bekni bezishimiz kerak. To'g'ri, do'stlar. Bu bökdə qancha tal g'alati maxluq mamuq topchisi bor? Ha, men bilaman. 1, 2, 3, 4. 4 tane mamuq sharcha g'alati maxluq bor. To'g'ri javob berding. Undaqda 4 tal g'alati maxluq mamuq topchisi bo'lgandan qancha tal qo'ng'iroq g'alati maxluqni asliq maslashidi? 4 tal? To'g'ri javob bo'ldi. 4 tal qo'ng'iroq g'alati maxluqi hozir tayyor bo'ladi. Men 2ni oldim. Men 2ni oldim. Jami 4 tal bo'ldi. Vah, bak chiroyli bo'ldi. Oh, tangrim, qaraganda men bu beklarni menga bezab olamaydigan o'xshayman. Xeyridarning keldigan vaqti bo'lay deb qoldi. Biz qo'ng'iroq g'alati maxluqi bilan g'alati maxluq mamuq topchisini moslashtirdik. Biroq bu bek o qo'ng'iroq g'alati maxluqlarni yoqtirmagan o'xshaydi. Biz nima xato qilgandimiz? Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini deyishimiz kerakligini bildirdi. Moslashtirish. Biz birlikda deylik. Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Moslashtirish. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. ikki dona yeşil rangli quyruq shipanchtigan g'alati maxluq o'yin o'ynamoqchi. Bugun har bir g'alati maxluq aqlchi o'yinchiga ehtiyojli. Ikki dona yeşil rangli g'alati maxluqqa ikki tal yeşil rangli aqlchi o'yinchiga dal moslashadi. Qaltis 4 dona qizil rangli quyruq shipanchtigan g'alati maxluq o'yin o'ynamoqchi. Bugun har bir g'alati maxluq aqlchi o'yinchiga ehtiyojli. 4 dona qizil rangli g'alati maxluqqa 4 tal aqlchi o'yinchiga dal moslashadi. Yaxshi. 6 tane kök rangli quyruq shipanchtigan g'alati maxluq o'yin o'ynamoqchi. Bugun har bir g'alati maxluq aqlchi o'yinchiga ehtiyojli. 6 tane kök rangli g'alati maxluqqa 4 tal kök rangli aqlchi o'yinchi bilan 2 tal yashil rangli aqlchi o'yinchiga berildi. Bu baxata bo'lib qoldi. Bo'ldi. 6 tane kök rangli g'alati maxluqqa 6 tal kök rangli aqlchi o'yinchiga berildi. Dal mos keldi. Tushundinglarmi? Rahmat sana ko'rsatish ekrani. Menimcha matematika ko'rsatish ekrani bizga har bir böklardagi g'alati maxluq mamuq topchisi bilan qo'ng'iroq g'alati maxluqning soni mos kelishi kerakligini demoqchi o'xshaydi. To'xtanglar. Tunji qadimliq bökni bizganda biz ikki xil g'alati maxluqning rangini moslashtirmagan, biroq qo'ng'iroq g'alati maxluqni bökka isib qo'ya oldik. Bu nima uchun? Amisa, biz qarab boqaylik. Qaranglar, garchi biz rangini maqsadli birlashtirmagan bo'lsak-mu, biroq rangi tasaddufiy mos kelib qopti. Shunga biz bu bökni qalblik beziga alabdiq. Bo'ladi matematika atirtidikilar. Biz ularning sonini va rangini moslashtirishni bildik. Amsi biz boshqa böklarni bezaylik. Bu bökda 4 tal qizil rangli g'alati maxluq mamuq topchisi bor ekan. Undaqda biz 4 tal kök rangli qo'ng'iroq g'alati maxluqlar bilan bezab, ularni moslashtirsak bo'lg'idek. Nima? Kök rang emasmi? Ha, to'g'ri. Rangima cho'qim mos kelish kerak. Men bek o'tganman. Bizga 4 tal qizil rangli qo'ng'iroq g'alati maxluqlar lozim. Bu yerda 2 tal qizil rangli qo'ng'iroq g'alati maxluqlar bor ekan. Men bu 2 talni oldim. Vah, biz g'alaba qildik. Bu bek bu qo'ng'iroq g'alati maxluqlarni yoqtiribdi. Qarmoq ular bek xushaldek ko'rinadi. Keyingi qadamda biz xeyridar kelishdan burun yana bir bekni bezab bo'laylik. Endi chiqlamang oddiy g'alati maxluq xonim. Biz cho'qim hal qilamiz. Bu bekda qancha tal g'alati maxluq mamuq topchisi bor ekan, birlik sanab boqaylik. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jami 6 tal g'alati maxluq mamuq topchisi bor. Ularning hammasi kök rangli. Ma'qul. Biz bu maxluqlarga moslashtirish uchun qancha tal qo'ng'iroq g'alati maxluqqa ketadi? Qaysi rangda bo'lishi kerak? To'g'ri javob berdingiz. 6 tal kök rangli qo'ng'iroq g'alati maxluqqa ketadi. Mushunday bo'lsa böktiki g'alati maxluqlarga mos keladi. Oh, yo'q, menimcha xeyridar bekni og'ir keldi. Ishqisi yo'q oddiy g'alati maxluq xonim. Siz uni gap silib turing. Biz birdamda bu bökni hal qilib beramiz. Bo'ladi, amsi tezroq qilinglar, o bek saqlab ketib qolmasin. Qandoq maxluqdu 3 tal bek buyurtgan. Bir qatimda faqat bir beklik yigili bo'ladigan tursa. Uni men bilmayman. Go'vo, biz vaqtni cho'q tutaylik. Qandoq qilishni biladigan tursa. Biz g'alati maxluq mamuq topchisi bilan qo'ng'iroq g'alati maxluqni moslashtirsak bo'ladi. Biz 6 tal kök rangli g'alati maxluq mamuq topchisi bor. Shuni biz Men bilaman. 6 tal kök rangli qo'ng'iroq g'alati maxluq bo'lsa bo'ladi. Shuni bilan moslashadi. Men 2 tal kök rangli qo'ng'iroq g'alati maxluqni oldim. Bu yerda yana 2 bor ekan. Hozir 4 bo'ldi. bu yerda yana 2 bor. Shu hozir bizda 6 tal kök rangli qo'ng'iroq g'alati maxluq bor. Vah! qaltis. Ular baxushal bo'lib ketdi. Biz g'alaba qildik. Qani marhamat,
Üç başlı xəliti məxluq əpəndi. Sizin bökünüzün əmini puturub oldum. Xəliti məxluq matematik ətirdi. Boyaq bolsa üç başlı xəliti məxluq əpəndi. O bökünü alğılı kəpdi. Yaxşı məsələ, yaxşı məsələ, yaxşı məsələ. Oh, nimişqa 3 tal bək buyurtqanını mən axırı düşəndim. 3 tal bökünüz tayyor boldu. 3 başlı xəliti məxluq əpəndi. Siz bu böklərni yaxtıramsız. Yaxdırım mən. Yaxdırmayman. Mən ulanı bək yaxdırdım. Ulanı yaxdırdım. Oh, mən bək xoş buldum. Şundaq, mən bu bökləri yaxşı gördüm. Mən ulanı yaxdırdım. Rəhmət sizlərə xəliti məxluq matematik ətirdiklər. Sizlər mənə çox yardım qılınlar. Yaxşı qıldыңlar. G'alati məxluq matematik ətirtdiklər. Biz adi g'alati məxluq xonimining bökini bezab berdik. Moslashtirishni o'rgangandan keyin qila oldik. Şu albatta biz məxluqlarning usuli orqali olqish yang'irtayli. Amisi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematik bilimlarini qalbida ishlatamiz. Oy!